Qiz asraguncha tuz asragan afzal deyishgan qadimgilar. Nega? Chunki qiz bola shu qadar nozik hisoblanganki, u sal narsaga aynib ketishi mumkin. Top-toza oq sutga bir tomchi siyoh tomsa, qanchalik bulg'ansa, qiz bolaning tashqi ko'rinishining ochilib-sochilib ketishi ham shunchalik uning butun borligu nomusiga dog' bo'lib tushadigandek. Biroq hozir gap qiz bola tugul, hatto o'g'il bolalarimizning kiyinish madaniyati to'g'risida ham emas, balki qanday kiyinganidan, fe'l-atvorining keng yutorligidan qat'iy nazar, ko'z o'ngimizda o'z-o'zicha shakllanib kelayotgan bu odam nima eshitib, nima ko'rib ulg'ayotganligi haqida. Boshlariq aytib qo'yaylik. Qadrli ota-onalar, aziz va mo'tabar ustozlar, bizni kechirsinlar-u, ammo tan olmay ilojimiz yo'q. Hozirgi kunda farzandlarimiz tarbiyani bizdan emas, Inter-televideo atalmish rahlamosidan olib yotgani bor gap. Bir qaraganda shunisi ham yaxshidek. Axir biz uzzu kun o'g'il qizimizning tarbiyasi bilan shug'ullanadigan bo'lsak, bola chaqani kim boqadi? Shu boisdan ham biz charchab qolib ishdan kelamiz, bir luqma